Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bu yerda Makka shahrida gostinitsalar to'g'risida, oziq-ovqatlarning farqi to'g'risida post joylasang, har xil negativlar bildirishadi-da. Ovqat uchun borganmisan? Yemoq-ichmoq uchun borganmisan? Albatta, yemoq-ichmoq uchun, ovqat uchun yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar degan Alloh taolo. Ya'niki, Ramazon oyida kunduzi yeyish-ichishdan tiyilishsangiz bo'ldi. Kechasida har qancha yeng, har qancha iching. O'zi nima uchun harakat qilyapmiz? Ibodat nima uchun? Ajr savob uchun. Ajr savob nimaga kerak? Qiyomatda jannatga tushishlik uchun kerak. Jannatda nimalar bor? Jannatda yaxshi ovqatlar, yaxshi joylar, yaxshi ichimliklar, bir maza qilib yashash uchun, abadul abad qolish uchun. Shuning uchun harakat qilmayapsizmi? Oxir oqibat harakatingiz ham o'zi yemoq-ichmoq ekan-u. Bu yerda yemoq-ichmoqqa kelishlik zarari yo'q. Yaxshi yeb, yaxshi ichib, kuchli ibodat qilsangiz, undan yaxshisi yo'q. Shuni to'g'ri tushunib olaylik.